Hazrati Umar dastlabki 4 xalifalikdan ikkinchisi. Jannat bashorati berilgan 10 ta sahobalardan biri. To'g'ri yo'ldagi xalifalar nomini olgan xalifalardandir. Islom dinini taxminan 616-yili qabul qilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yaqin safdoshlaridandir. Payg'ambarimiz olib borgan barcha janglarda qatnashgan. Abu Bakr o'limidan avval Umarni o'z o'rniga tavsiya etgan. Hazrati Umarning xalifalik davrida islom dini Iroq, Suriya, Misr, Liviyaga tarqaldi. Eron hududlari xalifalikka qo'shildi. Arab musulmon saltanati tarkib topa boshladi. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida RTVUZ kanali. Hazrati Umar payg'ambarimizni o'ldirmoqchi bo'lgani haqida bilasizmi? Rum va Fors yerlarining hukmdori bo'lish Hazrati Umarga bashorat qilinganmi? Namoz o'qiyotgan paytida bir majusiy kishi tomonidan pichoqlangani haqida nimalarni bilasiz? Bularning barchasi shunchalar qiziqarliki, men sizlarga Umar ibn Xattob haqida siz bilishni istagan barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Agar siz qiziqayotgan bo'lsangiz, bor e'tiboringizni videoga qarating. Bani Mag'zum qabilasining eng obro'li kishilaridan biri Hoshim ibn Mug'ayra Mag'zumning qizi Xontama fil voqeasidan 13 yil o'tgandan so'ng o'g'il ko'rdi. O'g'liga Umar deb ism qo'ydi. Umar ibn Xattob johilona hayot kechirayotgan qavm orasida o'sib ulg'aydi. Yoshligida bundan boshqa hayotni tasavvur qila olmas. Qavm nimani odat qilgan bo'lsa, shunga taqlid qilardi. Qimor o'ynar, sharob ichar, ko'nglini xushlardi. U shijoatli, rostgo'y, omonatdor va ixlosi bilan boshqalarning havasini keltirardi. Yoshligidan jasorati, shijoati va zakiyligi bilan tanildi. Umar Qurayshning yoshlari kabi amakisining o'g'li Zayd ibn Amir ibn Nufaylning qo'ylarini boqib voyaga yetdi. Zayd Ibrohim alayhissalom dinida bo'lib, Umarni ham bir necha marta shu dinga undab ko'rdi. Umar uning aytgan so'zlarini o'ylab ham ko'rmadi. Chunki Zaydning mustaqil bir fikrga ega bo'lmay boshqalarga taqlid qilish odati borligini bilardi. Quraysh qabilasi o'zaro yoki boshqalar bilan urushib qolsa, Umarni vositachi qilib jo'natar edilar. Agar obro' talash yoki faxrlanish kabi ishlarda nizolashib qolsa, Umarni qabila obro'sini himoya qilish uchun qabilaning faxri sifatida hakam qilib jo'natar edilar. Shunday qilib johiliyat davrida hakamlik qilish bilan tanilgan Umar ibn Xattob 18 yoshga yetganda Valid ibn Mug'ayra bilan safarga chiqadi. Umar Validning tuyasiga qarar, yuklarini ko'tarar va matolarini qo'riqlar edi. Ular birgalikda Al-Baqo degan joyga yetib kelishdi. Shu yerda Rum donishmandlaridan biri bilan ham suhbat bo'ldi. U kishi bo'ylari uzun va qarashlari tetik bo'lgan bolaga tikilib turib undan so'radi. "Ey bola, isming Omar yoki Imron bo'lsa kerak, yoki shunga o'xshash." Ibn Xattob unga "Mening ismim Umar" dedi. Rumlik kishi aytdiki, "Soningni menga ko'rsatchi." Umar sonini ochib ko'rsatdi. Shu payt u kishi Umarning oyoqlarining birida kaftidek keladigan qora xolni ko'rib qoldi. Rumlik kishi unga yana buyurdi: "Ey Umar, boshingni ham ko'rsatchi." Umar bosh kiyimini olgan vaqtida boshida soch yo'q edi. Rumlik kishi Umarning o'ng qo'lini ushlab ko'rdi. U chapaqay bo'lib o'ng qo'lida yaxshi harakat qila olmasdi. Rumlik kishi qidirgan narsasini topgandek xursand holda shunday dedi: "Sen arablar podshosi bo'lasan." Umar bu gapdan kulib, "Men arablar podshosi bo'lamanmi?" deya ajablandi. U hali podshoh bo'lishni tasavvur ham qila olmasdi. Rumlik kishi undan kulishini sababini so'rab qat'iylik bilan aytdi: "Sen albatta arablar podshosi bo'lasan. Rum va Fors yerlarining hukmdoriga aylanasan." Rumlik kishi hajriga minib Umarning ortidan ergashdi. Valid ibn Mug'ayra olib kelgan mollarini sotib, puliga atir upa va kiyim-kechak xarid qildi. Rumlik kishi Umarning orqasidan Makkagacha soyadek ergashib keldi. U boshqa savol bermadi. Rohib qaytayotganida podshohlar qo'lini o'pgandek Umarning qo'lini o'pib qo'ydi. Alloh azza va jalla arab diyoriga hidoyat va haq dinni yubordi. Umar ibn Xattob Nabiy alayhissalomning bu dinga da'vat qilayotganini ko'rdi. Da'vatni yetkazish yo'lida Rasululloh alayhissalom va u kishining sahobalari qattiq qiyinchiliklarga uchrayotganiga Umar loyqat qaray olmasdi. Qolaversa rostgo'ylarning rostgo'yi bo'lgan payg'ambar alayhissalom duo qildilar: "Ey Allohim, islomni aziz qilgin. O'zingga mahbub bo'lgan ikki kishining biri bilan islomni aziz qilgin. Umar ibn Xattob yoki Abu Jahl bilan." Umar bir kuni choshyoq paytida Ka'baga yo'l oldi. U yerda tog'asi Abu Jahl Amir ibn Hishom Ka'baning oldida turib: "Ey Quraysh jamoasi, Muhammad olihalaringizni haqorat qilyapti. Sizni ahmoqqa chiqaryapti va o'tgan salaflaringizni do'zaxga tushadi deb da'vo qilyapti. Ogoh bo'linglar. Kimki Muhammadni o'ldirsa, 100 ta qizil va qora tuya, 1000 uqiya kumush va falon narsalarni oladi", deb xitob qilayotganini ko'rdi. Shunda Umar uning yaqiniga borib aytdiki: "Men shu ishni qilaman." Qurayshliklar so'rashdi:
sen uni o'ldirasanmi, ey Umar? Umar ha deb javob berdi. Umar ibn Hattob Qurayshning ulug'lari bilan bu ishni qilish uchun ahdlashdi. Rasulullohni tezroq qatl qilish ishtiyoqida qilichini osib, kamonlarini yelkasiga tashlab yo'lga tushdi. Umar ketayotgan vaqtida qavmidan bo'lgan Nuaym ibn Abdulloh Nuhamni uchratib qoldi. U islomni qabul qilsa-da qavmidan qo'rqqanligi uchun musulmonligini yashirib yurardi. U Umarning ko'zidan bir yomonlikni payqadi. Uning yuzini g'azab va nafrat o'rab olganini sezdi. Nuaym so'radi: "Qayerga ketyapsan, ey ibn Hattob?" Umar yo'lidan to'xtab: "Men Quraysh xalqini ajratgan, ulutlarni nodonga chiqarib, olihalarni haqorat qilgan bir sobiyni o'ldirmoqchiman." Nuaym ibn Abdulloh uni shashtidan tushirish maqsadida: "Allohga qasamki, nafsing seni aldab qo'yibdi. Agar sen Muhammadni o'ldirsang, Bani Abdumannoh bolalari seni yer yuzida yurishingga qo'yib qo'yadi deb o'ylaysanmi?" dedi. U qanday bo'lmasin Umarni Rasululloh alayhissalomga aziyat yetkazish fikridan qaytarishni o'ylardi. U Umarga: "Sen oldin o'z oilangga qaytib, ularni tuzat" dedi. Umar ibn Hattob o'ylanib qoldi-da, gap nima xususida ekanini tushunmasdan: "Qaysi oilam haqida gapiryapsan?" dedi. Nuham ibn Abdulloh aytdi: "Kuyoving Said bilan singling Fatima islomni qabul qildi. Muhammadning diniga o'tishdi. Sen avval ikkovi bilan gaplashgin." Umar ibn Hattob yo'lidan qaytib, g'azablangan holda singlisi Fatimaning uyiga qarab ketdi. Singlisi uyida Habbob ibn Art va kuyovi Said bilan singlisi Fatimaga Qur'on oyatlari bitilgan sahifa Taho surasini o'qib berayotgan edi. Shu payt Umarning daragini eshitib Habbobni taxmon orqasiga yashirishdi. Singlisi Fatima oyat bitilgan sahifani bir joyga yashirdi. Umar uyiga kirib darhol so'radi: "Pichirlab nimani o'qiyotgan edilaring? Men uni eshitdim." Fatima bilan kuyovi: "Nimani eshitdingiz? Shunchaki gaplashib o'tiribmiz" degandek hayron bo'lishdi. Umar ibn Hattob aytdi: "Menga ikkalangizni ham Muhammad diniga ergashganingiz xabari keldi" deya kuyovi Saidning yuziga bir musht tushirdi. Fatima erini himoya qilmoqchi bo'lganda uni ham yuziga urib jarohat yetkazdi. Singlisi yuzidan qon oqa boshladi. Fatima bilan kuyovi uning bu ishdan jahli chiqib haqiqatni oshkor qilishdi. "Ha shunday, biz islomni qabul qildik. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirdik. Jaholat botqog'idan chiqib saodat yo'liga kirdik. Har xil toshlardan yasalgan but sanamlarga sig'inishdan qutuldik. Endi nima qilsang qil." Umarning mushtidan keyin Fatimaning yuzidan oqayotgan qon uni achinarli ahvolga keltirib qo'ygandi. Singlisining ahvoli unga qattiq ta'sir qildi. Qo'rqib qaltirab turgan singlisini bag'riga bosib, oldingidan yumshab dedi: "Hozirgina o'qiyotgan sahifalaringni menga beringlar. Muhammad keltirgan narsa nima ekanini ko'rmoqchiman." Fatima ibn Hattob akasidagi o'zgarishni ko'rib aytdiki: "Uni sizga berishdan qo'rqamiz." Umar ibn Hattob dedi: "Lotga qasamki, qo'rqma. Men uni o'qigandan keyin albatta qaytarib beraman." Fatima ibn Hattob akasining iymon keltirishidan umid qilib dedi: "Ey akajon, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Allohning kitobidir. Uni betahorat holda qo'lga ushlab bo'lmaydi." Umar ibn Hattob o'rnidan turib g'usl qilib keldi. Shundan keyin singlisi Fatima qo'lidagi sahifani unga berdi. Umar ibn Hattob sahifaga qarab shunday yozuvlarni o'qiy boshladi: "Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Toha. Ey Muhammad, biz sizga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishingiz uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lishi uchun nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir. U zot o'z arshini egallagan Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bor narsa unikidir." Toha surasi 1-6 oyatlar. Umar bu oyatlarni o'qirkan birdan yuzini qo'rquv egalladi va o'z holiga qaytdi. Qalbini ajib bir muloyimlik o'rab olganini his qildi. Singlisi va kuyovi esa bu holatni zo'r hayajon va qo'rquv bilan kuzatishardi. Umar hayrat va muloyimlik bilan dedi: "Bu kalom naqadar go'zal va ulug'." Buni eshitib turgan Habbob ibn Art berkingan joyidan chiqdi. Uning oldiga qo'rqmasdan yaqinlashib aytdi: "Allohga qasamki, ey Umar, Alloh azza va jalla seni tanladi. Rasululloh alayhissalom da'vatiga seni tanladi. U zot ikki kishining haqqiga duo qilganlarini eshitdim. Rasuli akramning: Allohim, o'zingga mahbub bo'lgan ikki kishining biri bilan islomni aziz qilgin. Umar ibn Hattob yoki Amir ibn Hishom deganlariga guvohman. Rasulullohning duolari sen uchun bo'lgan deya umid qilaman." Umar amakisining o'g'liga aytdiki:
"Ey Said, meni Muhammadning oldiga boshla. Men islomni qabul qilaman." Habbob ibn Art Umarning so'zi rost ekanini bildi va unga aytdi. Hozir u kishi bir qancha sahobalari bilan Arqamning hovlisida o'tiribdi. Umar qilichini olib Arqamning hovlisiga qarab jo'nadi. Uning hovlisiga kelib eshikni taqillatdi. Umarning ovozini eshitib Bilol ibn Rabboh o'rnidan turib borib eshik tirkishidan qaradi va Umarni ko'rib shoshgancha orqasiga qaytdi. "Yo Rasululloh, bu Umar ekan, qilichi bilan kelibdi." Buni eshitib Hamza ibn Muttalib o'rnidan qo'zg'aldi. "Unga izn bering. Agar yaxshilik xohlab kelgan bo'lsa, bizdan yaxshilik topadi. Agar yomonlik xohlab kelgan bo'lsa, qilichi bilan o'zini chopamiz." Bilol Umarning kirishi uchun eshikka borib ruxsat berdi. U eshikdan kirgach, to'g'ri Rasul akram alayhissalomning oldilariga yo'l oldi. Rasululloh o'rnlaridan turib Umarni o'tirishga taklif qildilar. "Seni bu yerga nima keltirdi, ey Ibn Hattob? Allohga qasamki, senda johillik alomatlari nihoya topganini va Alloh senga yuborgan falokatni yo'q qilganini ko'ryapman." Umar ibn Hattob bir titrab aytdi: "Yo Rasululloh, men oldingizga Allohga va uning rasuliga, Alloh huzuridan kelgan narsaga iymon keltirgani keldim." Nabiy alayhissalom takbir aytib yubordilar. Chunki Rasulullohning kechalari Robbisiga qilgan duolari ijobat bo'lgan edi. Mana shu kundan boshlab islom Umar bilan yanada shuhrat topdi. Musulmonlarning kuch-qudrati ortdi. Hovlidagi barcha musulmonlar Umar ibn Hattob islom diniga kirganidan quvonishdi. Nabiy alayhissalom unga qarab dedilar: "Alloh seni hidoyatga boshladi." Umar ibn Hattob islomga kirganini e'lon qilishni istadi. Shu yerda turgan jamoatdan so'radi: "Bu xabarni qaysi bir qurayshlik yetkazadi?" Ba'zi sahobalar aytishdi: "Jamil ibn Muamir." Umar ibn Hattob Arqamning hovlisidan chiqib odamlardan Jamil ibn Muamirni so'rab topdi. Umar unga: "Men dinimni o'zgartirdim" dedi. Jamil ibn Muamir ishonmasdan so'radi: "Sen diningni o'zgartirdingmi?" "Ha." Jamil ovozini baland qilib qichqirdi: "Ey haloyiq, ogoh bo'linglar. Umar ibn Hattob boshqa dinga o'tibdi." Uning orqasida turgan Umar gapini tuzatib dedi: "Yolg'on aytayapti. Men islom diniga kirdim va Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli ekaniga iymon keltirdim." Odamlar Umarni o'rab oldi. Ular bilan bir-birlarini o'ldirib qo'ygudek darajada tortishdi. Hatto quyosh chiqib tepaga keldi. Charchab o'tirib qolgan Umarning tepasiga makkalik mushriklar kelishdi. Shunda ularga qarata dedi: "Nima qilsalaring qilinglar. Biz 300 kishi bo'lsak ham Makkadan yo biz chiqib ketamiz, yo sizlar chiqib ketasizlar." Ular bir-birlari bilan munozara qilib turgan mahal Umarning tog'asi Os ibn Voil Sahmi qayerdandir paydo bo'lib qoldi. U gap nimada ekanligini tushunmay "Nima qilyapsizlar?" deb so'radi. Odamlardan biri dedi: "Umar dinini o'zgartirdi." Os ibn Voil dediki: "Bas qilinglar. Har kim o'ziga bir ishni ixtiyor qilsa, nima ham qilasizlar? Birodaringiz Bani Odiy qabilasi xuddi shunday islomga kirayotganini ko'rmayapsizlarmi? Umarni o'z holiga qo'yinglar." Mushriklar xuddi Umarni tilka pora qilib tashlaydigandek o'qrayib tarqaldi. Hamza ibn Muttalib islom diniga kirgandan so'ng 3 kun o'tib Umar islomni qabul qilgandi. Bu paytda islomni qabul qilgan musulmonlar soni bor yo'g'i 39 nafar edi. Shundan so'ng Umar tog'asi Abu Jahlning eshigini taqillatdi. U tog'asini Rasululloh alayhissalomga Makka ahlining ichida eng katta dushman ekanini bilardi. Ichkaridan "Kim u?" degan ovoz keldi. Umar ibn Hattob "Men" dedi. Abu Jahl tanish ovozdan xursand bo'lib uni uyga taklif qildi. "Xush kelibsan, ey jiyan. Bir ish bilan keldingmi?" Hazrati Umar darhol muddoga ko'chib qo'ya qoldi. "Sizga bir xabarni aytgani keldim." Abu Jahl ichida Umar Muhammadni o'ldirgan bo'lsa, bu yerga 100 ta urg'och tuya so'rab kelgan degan o'yga bordi. Jiyanining bu tashrifidan xursandligini bildirish uchun "Nima xabar?" deya so'radi. "Men dinimni almashtirdim." "Shunday qildingmi?" "Ha." Abu Jahl bir oz o'ylanib turib aytdi: "Bunday qila olmaysan." Hazrat Umar tog'asi ishonmayotganini sezib: "Men Allohga va Muhammad uning rasuli ekaniga iymon keltirdim. U keltirgan narsalarni tasdiqladim" dedi. Abu Jahl o'zini ichkariga olib, eshikni yopib turib aytdiki: "Alloh seni ham, olib kelgan xabaringni ham mendan uzoq qilsin." Umar ibn Hattob islomni qabul qilgandan keyin Jabroil alayhissalom Rasul akram alayhissalomning huzurlariga tushib: "Ey Muhammad, osmon ahli Umarning islomga kirganidan xursand bo'lishdi" dedi. Musulmonlar Umar islomni qabul qilgunga qadar Baytul Haramda tinch va xotirjam holda namoz o'qiy olmas edilar. Hazrati Umar aytdi: "Ey Allohning rasuli,
Biz tirik qolsak ham, halok bo'lsak ham haq emasmizmi? Rasul akram alayhissalom bunga javoban aytdilar: "Ha, shunday. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar tirik holda ham, o'lgan holda ham to'g'ri yo'ldasizlar." Umar ibn Hattob buni eshitib, unda nimadan berkinamiz? Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men endi qaysi bir majlisda mushriklar bilan birga o'tirib qolsam, qo'rqib pisib yurmayman. Islomni oshkor yetkazaylik. Ka'bada namoz o'qib islomning buyukligini ko'rsataylik. Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, bugundan boshlab hech kim Allohga yashirin holda ibodat qilmaydi dedi. Rasululloh alayhissalom sahobalari ikki saf bo'lib chiqdilar. Hazrati Hamza bir safning boshida, Umar ibn Hattob yana bir safning boshida borardi. Qilichini chiqarib baland ovoz bilan shunday der edi: "Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad uning rasulidir." Rasululloh alayhissalom sahobalari Masjidul Haramga kirishdi. Ka'bani tavof qilishdi. Tinch xotirjam holda namoz o'qib qaytishdi. Buni ko'rib mushriklar qalbini qahr-g'azab va qayg'u egalladi. Bir-biriga past ovoz bilan pichirlab aytishdi: "Bu musulmonlar bizdan insof qilishni so'rayapti." Rasululloh alayhissalom qaytganlardan so'ng Hazrati Umarga shunday xush xabarni aytdilar: "Badhaq, sen haq bilan botil orasini ajratding ey Foruq." Umar islomni qabul qilgan vaqtda 26 yoshli yigit edi. Foruq musulmon bo'lganini oshkora qilgan birinchi sahobiy bo'ldi va uning bu dinga kirishi musulmonlar uchun katta yordam va xursandchilik bo'ldi. Yasribliklar payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib, u kishini himoya qilish va hijrat qilgan musulmonlarga yordam berish uchun bayt bera boshladi. Shundan so'ng Nabiy alayhissalom ashoblariga Makka dan Yasribga hijrat qilish uchun ruxsat berdilar. Ansoriylar muhojirlarni o'z birodarlaridek qarshi oldilar. Bu birodarlik shu darajada ediki, muhojirlar ularning uyida o'zlarini o'z uyidek, shahrida o'z shahridek emin-erkin his qilardilar. Rasululloh alayhissalom Qurayshliklar sezib qolmasligi uchun yashirin holda yo'lga chiqdilar. Lekin Umar bunday qilmadi. U Yasribga hijrat qilishdan oldin Quraysh boshliqlari oldiga borib, bir o'zi hijrat qilishni ko'pchilik oldida ochiqdan-ochiq e'lon qildi. Go'yoki u bu bilan Yasribga hijrat qilishdan oldin ularni ogohlantirib qo'yayotgandek edi. Umar qilichini taqib, sadog'ini yelkasiga osib Quraysh sayyidlari oldidan o'tib Ka'baga bordi. 7 marta tavof qilib maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qidi. So'ngra ular to'planib turgan joyga borib shunday dedi: "Qaysi biringiz onasini farzandidan ayrilishini yoki farzandi yetim, xotini beva bo'lib qolishini istasa, mana bu vodiyning orqasida menga uchrasin." Shundan so'ng Umar Yasrib tarafga ketdi. Uning orqasidan biron kishi borishga jur'at qila olmadi. Umarul Foruq musulmonlarning e'tiborli kishisiga aylandi. Muhojir va ansorlarning hurmat-ehtiromiga birday sazovor bo'ldi. Albatta Umarning shaxsiyatida shunday hurmat, e'tibor va izzat-ehtiromga loyiq jihatlar juda ko'p edi. Agar u ko'rinmay qolsa, musulmonlar xavotirga tushar, hozir bo'lsa ko'zlar sevinchga to'lar va qalblar xotirjam bo'lar edi. Umar payg'ambarimizning eng yaqin kishilaridan biriga aylandi. Go'yoki u Nabiy alayhissalomning soyalaridek edi desak xato bo'lmaydi. Umarul Foruq Rasululloh alayhissalomga qarab so'zlarini eshitib to'ymas. Sahobalar ichida u kishiga eng ishtiyoqmand kishi bo'lib qoldi. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, Alloh haqni Umarning tili va qalbiga joyladi. Yana Nabiy alayhissalom dedilarki, Alloh Umarga rahim qilsin. U haqni gapiradi. Bir ishni qilsa haq uchun qiladi va bir ishni tark etsa haq uchun tark etadi. Bundan boshqa emas. Hazrati Umar Habibimiz alayhissalom bilan birga Badr va Uhud jangida ishtirok etdi. Bir kuni Hazrati Umar ba'zi sahobalar bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirgan edi. Oldilariga kiyimiga gard ham qo'nmagan, sochlari qop-qora bir kishi keldi. Safar alomatlari ham bilinmaydigan bu kishini Rasululloh alayhissalomning sahobalaridan hech birlari tanimadi. U kishi Rasululloh alayhissalomning to'g'rilariga kelib o'tirdi. Tizzalarini tizzalariga tekizib, ikki qo'lini ikki sonlari ustiga qo'yib so'radi: "Ey Muhammad, islom nima?" Mustafa alayhissalom dedilar: "Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishing va men Allohning elchisi ekanimga iymon keltirishing, namoz o'qishing, zakot berishing, Ramazon ro'zasini tutishing va qodir bo'lsang Baytullohni ziyorat qilishingdir." U kishi to'g'ri aytding dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalari Muhammad alayhissalomdan savol so'rab yana o'zi tasdiqlayotgan bu kishiga ajablanib qarashdi. U kishi yana so'radi: "Ey Muhammad, iymon nima?" Muhammad alayhissalom aytdilar: "Allohga va uning farishtalariga, payg'ambarlariga, kitoblariga, qiyomat kuniga
yaxshilik va yomonlik Allohdan ekaniga iymon keltirmoqing. U kishi yana to'g'ri aytding deb tasdiqladi. Suhbatni kuzatib turgan sahobalar yana ajablanishdi. U kishi yana so'radi: "Ey Muhammad, ehson nima?" Olamlarga rahmat uchun yuborilgan zot javob berdilar: "Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing. Agar sen uni ko'rmasang ham, albatta u seni ko'rib turadi." Qiyomat vaqti qachon deb so'radi haligi inson. Havodan olib gapirmaydigan zot alayhissalom shunday dedilar: "U haqda so'rayotgan kishi so'rovchidan bilguvchiroq emas." U kishi aytdiki: "Uning alomatlari bormi?" Cho'ri o'z hojasini tug'ishi, och yalang'och, kambag'al va cho'ponlarning bir-biridan o'zish uchun imorat qurishi. Ushbu savollar bergan kishi turib ketgandan so'ng Rasululloh alayhissalom Umar ibn Xattobdan so'radi: "Bu kishi kimligini bilasanmi?" Hazrat Umar o'zi savol berib, o'zi tasdiqlagan kishining kimligini bilmas. Oldin ham u zotni ko'rmagan edi. U aytdiki: "Alloh va uning rasuli biluvchiroq." Xotamul Anbiyo alayhissalom u Jabroil edi. "Sizga diningizdan ta'lim bergani keldi" dedilar. Bir kuni Rasululloh alayhissalom Umar ibn Xattobning oppoq ko'ylak kiyib yurganini ko'rib so'radilar: "Kiyiming yuvilganmi yoki yangimi?" "Yuvilgan" deb javob berdi. Ulug' xulq sohibi bo'lgan Muhammad alayhissalom aytdilar: "Yangisini kiy, maqtovli holda yasha va shahid holda vafot qil." Yangi ko'ylak kiyganda Umar ibn Xattob shunday der edi: "Menga avratimni berkitadigan kiyim kiygazgan va xilqatimni chiroyli qilgan Allohga hamdlar bo'lsin." Hazrat Umar Xandoq kuni va Hudaybiya sulhini tuzishda Nabiy alayhissalom bilan birga edi. Umar ibn Xattob bir kuni Rasulullohning huzurlarida Quraysh ayollarining ko'p savol berib ovozlarini baland qilib gapirayotganlarini ko'rib qoldi. Ular Umarning ovozini eshitib o'zlarini panaga olib jim bo'lib qolishdi. Bu holni ko'rib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tabassum qildilar. Umar dedi: "Ey nafsning dushmanlari, Rasulullohdan qo'rqmasdan mendan qo'rqyapsizlarmi?" dedi. Allohning elchisi Muhammad alayhissalom aytdilar: "Ey Umar, agar yo'lda shayton senga duch kelib qolsa, yo'lini o'zgartirib boshqa yo'ldan ketgan bo'lardi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn Xattobni otasining nomi bilan qasam ichganini eshitib aytdilar: "Albatta Alloh ota-bobolarning nomi bilan qasam ichishdan qaytardi." Hazrati Umar aytadi: "Bu so'zni eshitganimdan so'ng hech qachon bunday qasam ichmadim." Bir kuni peshin payti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga xursand holda kirib keldilar. U yerda sahobalar o'tirishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umarga qarab dedilar: "Men bugun tushimda ko'ylak kiygan kishilarni ko'rdim. Ularning kiyib olgan ko'ylaklari ko'kraklarga ham yetmas. Ba'zilari esa undan ham teparoqda edi. Keyin Umarni ko'rdim. Uning ko'ylagi yergacha tegib turardi." Sahobalar so'rashdi: "Uni qanday ta'vil qilasiz, yo Rasululloh?" Havodan olib gapirmaydigan Rasul akram aytdilar: "Dinga yo'ydim" dedilar. Albatta Umar islomni mukammal ushladi. U kishi ridosini kiyganda boshdan oyoq berkitar edi. Shundan so'ng Muhammad alayhissalom aytdilar: "Men bir kuni tush ko'rdim. Tushimda menga bir qadah sut berildi. Undan ichganimda tirnoqlarimga qadar oqib borganini sezdim. Shundan so'ng o'zimdan ortib qolganini Umarga berdim." Rasulullohdan so'rashdi: "Buni nima deb ta'vil qildingiz, yo Rasululloh?" Muhammad alayhissalom aytdilar: "Ilmga yo'ydim" dedilar. Umar ibn Xattob Muhammad alayhissalom bilan Makka fathida, Hunayn g'azotida va Toyif qamalida birga qatnashdi. Bir kuni Umarul Foruq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haj qila olmasliklari ma'lum bo'lgandan so'ng umra qilishga izn so'radi. Nabiy alayhissalom izn berib aytdilar: "Ey birodarim, duo qilganingda bizni unutma." Aziz birodar, qarang, butun olamga rahmat qilib yuborilgan zot Umarga shunday deb turibdilar. Alloh u zotning avvalgi va oxirgi gunohlarini kechirib qo'ygan holda Umarning Ka'ba oldidagi duosiga nima muhtojligi bor? Umar qachon bu so'zni eslasa, bu dunyoda men uchun eng sevimli narsa menga u zotning "ey birodar" degan so'zlaridir derdi. Ha, bu so'z butun bashariyat saydi tarafidan odamlar bir-biriga o'zaro birodar ekanini tasdiqlovchi muborak shahodatdir. Ana shu so'z Umarning ulug'ligiga ham dalolat qiladi. Umar shu birodarlik ahlidandir. Umarul Foruq bahs munozara qilishga muhtoj bo'lgan ishlarda tortishar, ba'zan hukmni bilmaydigan ishlar bo'lsa darhol hukm chiqarmas. Faqat Nabiy alayhissalom keltirgan hukmlar bilan qanoatlanuvchi edi. Hazrat Umar Ka'badagi Hajarul Aswadni o'pib, xuddi unga xitob qilayotgandek dedi: "Sen foyda ham zarar ham bermaydigan oddiy toshsan. Allohga qasamki,
Rasululloh alayhissalom seni o'pganlarini ko'rmaganimda seni o'pmas edim. Bir kuni choshgohda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda ba'zi sahobalar bilan o'tirganlarida shunday dedilar: "Shunda jannatda yurganimni ko'ribman. Bir ayol shu yerdagi qasr yonida tahorat olardi. Men undan bu qasr kimniki deb so'radim. Umarniki deb javob berdi. Shunda men seni rashchi ekaningni eslab darrov ortimga burildim. Umar ibn Xattob yig'lab dedi: "Sizdan ham rashk qilamanmi, ey Allohning rasuli?" Hazrati Umar Toifdagi Az degan joyda musulmonlar qo'shiniga amir bo'lib borgan va Tabuk g'azotida Nabiy alayhissalom bilan birga hamrohlik qildi. Kunlardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalom bilan suhbat qurib o'tirganlarida Foruq masjidga kirib keldi. Jabroil alayhissalom aytdilar: "Bu sening birodaring Umar ibn Xattob emasmi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ha, mening birodarim. Yerda bo'lgandek osmonda ham ismi bormi?" Jabroil alayhissalom aytdilar: "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, uning ismi osmonda yerdagidan ham mashhurroqdir. Uning ismi osmonda Foruq, yerda esa Umardir." Kunlarning birida Rasululloh alayhissalom Qubo masjidiga Abu Bakr, Umar, Usmon ibn Affon va Ali radhiyallohu anhular bilan birga bordilar. Masjidda ba'zi ansoriy va muhojir sahobalar bor ekan. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Sizlar mu'minmisizlar?" Qavm jim bo'lib qoldi. Muhammad alayhissalom yana so'radilar: "Sizlar mu'minmisizlar?" Umar ibn Xattob aytdi: "Yo Rasululloh, albatta ular mu'mindirlar. Men ham ulardanman." Rostgo'ylarning rostgo'yi Payg'ambar alayhissalom aytdilarki: "Qazoyi qadarga iymon keltirasizlarmi?" Ular ha deb javob berishdi. Nabiy alayhissalom aytdilar: "Balo va musibatlarga sabr qilasizlarmi?" Ular yana ha deb javob berishdi. Yaxshiliklar imomi Muhammad alayhissalom aytdilar: "Ne'mat va yaxshilikka shukr qilasizlarmi?" Ular tag'in ha deyishdi. Ka'baning Robbisiga qasamki, ular mu'mindirlar. Mu'min kishi mana shunday bo'ladi. Foruq hamma vaqt sabr qiluvchi, shukr qiluvchi va rozi bo'luvchi bandalardan bo'lgan. Hazrati Umar Hajjatul Vado kuni Rasululloh bilan birga bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga qaytganlardan so'ng kasal bo'lib yotib qoldilar. Keyin ruhlari Rafiqul A'lo sari yo'l oldi. Umar ibn Xattob bundan qattiq qayg'uga botdi. Umar ibn Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalifasi Abu Bakrni eng og'ir va qiyin vaziyatda himoya qildi. Bu vaqtda musulmonlar Rasulullohning vafotidan mahzun holatga tushib, nima qilishlarini bilmasdan es-hushlarini yo'qotib qo'ygandi. Rasulullohning vafotlari musulmonlarni shunday holga keltirib qo'ygan edi. Foruq birinchilardan bo'lib Abu Bakr Siddiqga bayt berdi. Boshqa musulmonlar ham unga ergashib Abu Bakr Siddiqga bayt berishdi. Abu Bakr u bilan qiyin paytlarda maslahatlashar, hattoki biror ishni qilishni xohlasa, uning fikriga qarar edi. Ayrim kishilar Abu Bakrning oldiga borib Allohga qasamki, bilmay qoldik, xalifa senmi yoki Umar deb so'rashar edi. Siddiq aytardiki, agar u buni xohlasa kifoya. Abu Bakr Umarni musulmonlarga qozi etib tayinlagandan keyin u kishining davlat ishlarida yordam beradigan va maslahat qiladigan vaziriga aylandi. Umar islom xalifasining eng obro'li kishilaridan biri hisoblanib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham u bilan maslahatlashib turar edilar. Abu Bakr Siddiq kasal bo'lib yotib qoldilar. Shunda maslahat uchun Abdurrahmon ibn Af bilan Usmon ibn Affonni chaqirib, Umar ibn Xattobni xalifa etib tayinlashni bildirdi. Ularning ikkisi ham Abu Bakrning bu fikrini ma'qullashdi. Shundan so'ng Abu Bakr Usmon ibn Affonga Umarning xalifa bo'lgani haqidagi qarorni yozib qo'yishni buyurdi va Hazrati Umarga odam yuborib bunday dedi: "Ey Umar, sen yoqtirmaydigan narsa yomondir va sen yoqtiradigan narsa yaxshidir. Ba'zi yomon ko'rilgan narsa yaxshilikni yomon ko'rsatib, yomonlikni yaxshi ko'rsatadi." Umar ibn Xattob aytdiki, "Menda bu narsaga hojat yo'q. Xalifa bo'lishni xohlamayman, lekin ularning senga hojatlari bor." Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot etganlardan so'ng musulmonlar Foruqga bayt berdilar. Bu vaqtda Hazrati Umar 55 yoshda edilar. Umar ibn Xattobga bayt berib bo'lishgandan keyin musulmonlardan so'radi: "Abu Bakrni Rasulullohning xalifasi deb chaqirardik. Meni qanday chaqirasizlar?" "Biz seni Rasulullohning xalifasining xalifasi deb chaqiramiz. Rasulullohning xalifasining xalifasi bu juda uzun." Mughayra ibn Shabba boshqa fikrni taklif qildi: "Sen amirimizsan, biz mu'minlarmiz. Sen esa Amirul Mu'minin bo'lasan." Mughayra ibn Shabbaning taklifini barcha musulmonlar birdek ma'qullashdi.
Umar ibn Xattob birinchi bo'lib Amirul Mo'minin nomini oldi. Bu voqea hijratning 13-yili Jumadul oxir oyiga to'g'ri keladi. Hazrat Umar Abu Bakrning uyiga bordi. U kishining ayoli Asmo binti Amisdan so'radi. Abu Bakr Robbiga qanday ibodat qilardi? O'z nafsiga qanday muomalada bo'lardi? Asmo binti Amis aytdi. U kishi sahar vaqti turar, tahorat qilib namoz o'qirdi. Namoz o'qiy turib yig'lab Qur'on tilovat qilardi. Yig'lab sajda qilardi va yig'lab duo qilardi. Shu vaqtda uning ichi va tashqarisidan yangi pishirilgan jigar hidi urib ketardi. Umar yig'lab aytdi: "Ey ibn Xattob, sen unga o'xshaysanmi? Badhaq Abu Bakr Siddiq ibodat qilishda, uning ahkomlari va yo'l yo'rig'ida rabboniy kishi bo'lgan. Vaholanki Hazrat Umar ham xuddi Alloh azza va jallani ko'rib turgandek ibodat qilardi." Hazrat Umar yaxshi rohat va farog'atda yashashni xohlasa va muboh ne'matlardan bahramand bo'lishni istasa, albatta buni qilar va hech kim unga moni bo'la olmas edi. Islom dini va musulmonlarning kuch-qudrati, shon-shuhrati va rivojlanish uchun qilgan xizmatlari bilan bunga loyiq edi. Lekin nafsini yengib, oddiylik va faqrona yashashni ixtiyor qildi. Umarul Foruq nafsini tergab yashar, ozgina uxlar, quvvat bo'ladigan darajada ozgina ovqatlanar, dag'al kiyim kiyar edi. Ahli oilasi uning bu holiga rahmi kelib aytardi: "O'zingizga rahm qiling, bir oz uxlab oling" desa, Umar aytardi: "Agar kechasi uxlasam, nafsimni halok qilaman. Kunduzi uxlasam, ra'yatni halok qilaman." Sad ibn Abu Waqqos Qisorning podshohligiga qarashli shahar va hududlarni fath qildi. Qisorning kiyim va bisotlarini Rasulullohning shahriga yubordi. Umar ibn Xattob bu narsalarga qarab shunday dedi: "Bu qavm oldin hukmdor edi, endi esa xor bo'ldi." Hazrat Umar Kisorning kiyimlari va nafis javohirlar bilan bezatilgan tojiga qaradi. Kisorning qilichi qabzasidan tutib aytdi: "Kisorning qilichini o'ziga zarar qilib, manfaatli etmagan Allohga hamd bo'lsin." Shunda Hazrat Umar tabassum qildi. Balki uning tabassum qilishiga sabab yoshligida uchragan rumlik kishining "Sen hali arab, rum va forsning hukmdori bo'lasan" degan so'zlarini eslagandir. Hazrat Umar xutba o'qiladigan joyda turib so'radi: "Agar men sizlarga adolat qilishdan boshimni bursam, nima deb javob qilasizlar?" Bir kishi aytdiki: "Agar shunday bo'lsa, qilich bilan tuzatamiz." Amirul Mo'minin Umar aytdiki: "Mendek obro'li kishini hammi? Ha, sizday obro'li amir bo'lsa ham." Hazrat Umar xursand bo'lib dedi: "Alloh rahim qilsin. Orangizda meni egri yo'ldan qilichi bilan to'g'rilab turadigan kishilarni yaratgan Allohga hamd bo'lsin." Binobarin Foruqni ham Rasulullohning sahobalari yaxshilikka buyurib, yomon ishlarni qilmaslikka ogohlantirib turar, lekin bundan Umar g'azablanmas va ularga shunday deb aytardi: "Ayblarimni yuzimga aytgan kishilarga Allohning rahmati bo'lsin." Kabul Axbor Amirul Mo'mininning majlisiga keldi. U kishi Yahudi olimlardan bo'lib, islomni qabul qilgan edi. Foruq u kishiga dedi: "Menga o'lim haqida aytib ber." Kabul Axbor o'limni sifatlab shunday dedi: "O'lim xuddi bir kishining ichiga kirgan g'ujanak tikanga o'xshaydi. So'ng bu tikanni bir kishi qattiq tortadi. Shu tikandan uzilgani uzilib qolgani qolib ketadi." Foruq o'limni doim eslab yurar. Qudratli va jabbor zotning huzuriga borganda bo'ladigan savol-javobdan juda qo'rqardi. Hazrat Umar tanqid va qarshi fikrdan qo'rqmas. Shu ikkisini o'z o'rnida yo'lini yoritadigan mash'ala sifatida qabul qilardi. Hazrat Umar bir kuni minbarga ko'tarilgandan so'ng shunday dedi: "Endi ayollar mahrini 40 uqiydan ziyoda qilmanglar. Kimki shundan ziyoda qilsa, ortiqchasi Baytul molga o'tkaziladi." Musulmonlar orasida o'tirgan bir ayol turib aytdi: "Bunday qilishga haqqing yo'q, ey Amirul Mo'minin." "Nima uchun?" deb so'radi Umar. Ayol shunda dedi: "Chunki eshitguvchi va olim zot Alloh shunday marhamat qiladi. Agar bir xotinni qo'yib, boshqa xotinga uylanmoqchi bo'lsangizlar, avvalgisiga son sanoqsiz mol va dunyoni mahr qilib bergan bo'lsangizda, undan biror narsani qaytarib olmangizlar. Uni bo'xton va ochiq gunoh bilan olasizlarmi?" Niso surasi 20-oyat. Ayolning bu so'zidan Foruq g'azablanmadi. Unga zulm ham qilmadi, balki qat'iylik bilan dedi: "Ayol to'g'ri aytdi." Umar xato qildi. Umar shiddati va qattiq qo'lligiga qaramasdan erkak yoki ayolning og'ziga qoppoq qo'ymasdi, balki hammasini o'z fikrini shijoat bilan bildira olishiga qo'yib berardi. Hijratning 18-yili odamlar qattiq ocharchilik va qiyinchiliklarda qolishdi. Qurg'oqchilik va qahatchilik boshlandi. Bu yilni Ramoda yili deb nomlashdi. Bir kuni Amirul Mo'minin tuya so'yib go'shtini Madina ahliga taqsimlashni buyurdi. So'ngra uyiga qaytdi.
Uning oldiga pishirilgan tuyaning o'rkachi va jigarini olib kelishdi. Go'sht juda ham yoqimli hid taratardi. Umar go'shtga teginmasdan so'radi. Buni qayerdan oldinglar? Bugun so'yilgan tuyaning go'shtidan, dedi uydagilar. Hazrati Umar taomni oldidan surib aytdi. Bay, voliylik qandayam yomonki. O'zim yaxshi taomlarni yesam-da, odamlarga suyaklarini qoldirsam. So'ngra xodimni chaqirib unga: "Ey Aslam, mana bu idishingni ko'tar. Menga non bilan zaytun yog'i keltir", dedi. Umar ibn Xattob o'zini musulmonlardan biri hisoblardi. Shuningdek, Alloh azza va jalla Umarni musulmonlarga vali qilganda javobgarlik va mas'uliyatdan boshqa narsani ziyoda qilmaganini va bu mansabni suiiste'mol qilish imtiyozi berilmaganini yaxshi bilardi. Agar xalq och qoladigan bo'lsa, ularning avvalgisi o'zi bo'lar. Agar to'q bo'ladigan bo'lsa, to'q bo'lgan kishilarning oxirgisi bo'lardi. Hazrati Umar aytadi: Agar ularga yetgan narsa menga yetmasa, odamlar sha'ni, hurmat e'tibori menga qanday ham yordam bersin. Hazrati Umar musulmonlar go'sht va yog' topolmagan paytlar zaytun yog'dan boshqa narsa yemas edi. Zaytun yeverganidan hattoki ichaklari og'rib g'uldirardi. Shunda Amirul Mo'minin kaftini qorniga qo'yib shunday der edi: "Ey qorin, modomiki puling yaxshiroq yog' sotib olishga yetmas ekan, mana shu zaytunga sabr qilasan." Foruq nasabini Nabiy alayhissalom bilan bog'lashni xohladi. Shu masalada Hazrati Alining oldiga borib, qizi Ummu Gulsumni o'ziga so'radi. Ali ibn Abu Tolib dedi: "Qizimni Jafarning o'g'liga bermoqchi edim. Ya'ni Jafar ibn Abu Tolibning o'g'liga", dedi. Hazrati Umar dedi: "Ey Ali, qizingni menga nikohlab ber. Allohga qasamki, agar yer yuzida unga loyiq kuyov bo'lsa, men unga munosibman." Umarning so'zlari Ali radhiyallohu anhu ga muvofiq keldi va "Men senga qizimni berdim, ey mu'minlar amiri", dedi. Foruq xursand bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qabrlari bilan minbar qarshisida o'tirgan muhojirlar oldiga keldi. U yerda Usmon, Zubayr, Talha ibn Abdulloh, Abdurrahmon ibn Af va bir qancha sahobiylar o'tirishgan edi. Amirul Mo'minin ularga qarab aytdi: "Meni uylantiringlar." Ular hayron bo'lib so'radilar: "Kimga ey Amirul Mo'minin?" Foruq aytdi: "Alining qiziga." Foruqning odilligi xalq orasida yoyildi. Kechalari ra'yat ahvolidan xabar olish uchun bir o'zi aylanib chiqar yoki xizmatkori Aslamni o'ziga sherik qilib olar yoki biror sahoba bilan aylanar edi. Ayniqsa kechasi ra'yat nimaga muhtoj yoki nimaga muhtoj emasligi aniq bilinardi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom shahri atrofida aylanib yurgan Foruq xaroba kulba oldida bir kishini ko'rdi. Undan xotini homilador ekanini va hozir to'lg'oq tutayotganini bildi. Ayolning oldida eridan boshqa yordam beradigan kishi yo'q edi. Hazrat Umar tezda uyga qaytib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nabiralari bo'lgan ayoli Ummu Gulsumga aytdi: "Senga musibat yetgan kunda Allohning himoyasida bo'lishni xohlaysanmi?" "Albatta ey mu'minlarning amiri", Foruq aytdi. "Bir bechora ayolni to'lg'oq tutyapti. Uning oldida hech kim yo'q." Ummu Gulsum Hazrat Umarning so'ziga shunday javob qaytardi: "Ha, bu yaxshi ish, agar borishni xohlasangiz." Foruq ayoli bilan tug'ilajak go'dak uchun kerak bo'ladigan ozuqa, suv va o'rash uchun bir bo'lak kiyimlik ham oldi. Amirul Mo'minin bir yelkasiga qozonni, bir yelkasiga unni ko'tarib ayolga "Meni orqamdan yur", dedi. Er-xotin kulba oldiga kelishdi. Hazrat Umar Ummu Gulsumga ayol yotgan uyni ko'rsatib ishora qildi. Ummu Gulsum to'lg'oq tutayotgan ayolga yordam berish uchun ichkariga kirib ketdi. Amirul Mo'minin o'tirib o'choq yasadi. Ustiga qozonni qo'yib tagiga o't yoqdi va taom pishira boshladi. Hazrat Umarni ichida mamnun bo'lib kuzatib turgan homilador ayolning eri o'z-o'ziga shunday der edi: "Mana bu kishi Umar ibn Xattobdan ko'ra xalifalikka haqliroq ekan." Ichkaridan chaqaloq ovozi eshitildi. Hazrat Umarga Ummu Gulsum quvonganidan: "Ey Amirul Mo'minin, otasini o'g'il ko'rgani bilan muborak eting." Arobiy Amirul Mo'minin degan so'zni eshitganida dahshat va hayratdan haykalday qotib qoldi. "Bu kishi Umar ibn Xattobmi?" dedi. Arobiy u kishiga yuzlanganda Amirul Mo'mininning soqollari orasidan tutun burqsirar edi. Beharakat bo'lib qolgan Arobiyga qarab: "Nimaga qotib qolding? Bu yoqqa kel", dedi. Foruq qozonni ko'tardi-da, kulba yaqiniga borib xotinini chaqirdi. "Ey Ummu Gulsum, qozonni ol, ayolning qornini to'ydir." Ummu Gulsum ayolni ovqatlantirgandan so'ng qozonni qaytarib uzatdi. Hazrat Umar Arobiy oldiga kelib aytdi: "O'zing ham yeb ol, ko'p qiynalding." Shundan keyin Amirul Mo'minin ayoli bilan uyiga qaytdi. Hazrat Umar o'z mansabini suiiste'mol qilgan hokimni jazolagani haqida eshitganmisiz? Bir kishi Misr valiyi Amir ibn Os ustidan Amirul Mo'minin oldiga shikoyat qilib keldi. Da'vo qilishicha, vali ot poygasini tashkil qilgan.
Musobaqada da'vogar valiyning o'g'li Muhammad ibn Amirni quvib o'tgan. Muhammad ibn Amir otning oldiga kelib, uning egasiga tashlangan. Bir qamchi tushirib otingga qara, men valiyning o'g'liman deb po'pisa qilganini bildirdi. Bu gap Amir ibn Osga yetib borganda, jabr ko'rgan kishini Amirul Mo'mininga shikoyat qilib borishidan qo'rqib, biroz vaqt hibsda saqlab turgan. Lekin u hibsdan qutulib Madinaga boradi va bo'lgan voqeani yetkazadi. Shikoyatchining so'zlarini eshitgan Umar g'azabdan o'rnidan turib ketdi. Amirni Madinaga olib kelish uchun Misrga odam yubordi. Amir ibn Os bilan o'g'li Madinaga yetib keldi. Hazrat Umar misrlik qayerda deb chaqirdi. Bir kishi "Mana u, ey Amirul Mo'minin" deb javob qildi. Hazrat Umar uning oldiga borib, qo'liga qamchini berib dedi: "Mana bu qamchi bilan valiyning o'g'lini ur." Misrlik kishi Muhammad ibn Amirni holdan to'yguncha urdi. Shu yerda hozir bo'lgan kishilar qani to'xtay qolsa deb turishardi. Lekin juda katta bir davlatning rahbari bo'lgan Amir ibn Os o'g'lini jazodan saqlay olmadi. So'ngra Amirul Mo'minin misrlik kishiga qarab aytdi: "Bu qamchi bilan amirning ham yaltir boshiga ur. Allohga qasamki, uning o'g'li hokimning o'g'li bo'lgani uchun seni urgan." Amir ibn Os qo'rqib ketganidan ko'zlari javdirab dedi: "Ey Amirul Mo'minin, shundoq ham yetarli bo'ldi. Meni kechiring." Misrlik kishi aytdi: "Ey Amirul Mo'minin, men urgan kishini urib bo'ldim." Faruq misrlik kishiga dedi: "Allohga qasamki, sen urmoqchi bo'lsang, toki o'zing qo'ymaguncha sen bilan uning orasiga hech kim tushmaydi." Hazrat Umar Amir ibn Osdan g'azablanib dedi: "Ey Amir, qachondan beri odamlarni qul qilib olding? Ularni onalari xur qilib tug'ishmaganmi?" Hazrat Umar unga o'zidan oldin biron hokim aytmagan, bir umr esidan chiqmaydigan so'zni aytgan edi. Hazrat Umarni bir majusiy kishi tomonidan pichoqlangani haqida eshitganmisiz? Majusi Abu Lulu Hazrat Umar Fors yerlarini fath qilgan vaqtlarida Madinaga asir qilib keltirilgan edi. Shu paytgacha islomni qabul etmagan Abu Luluning xayolini qasos olish fikri cho'lg'ab olgan edi. U Hazrat Umarni bomdod namoziga kelishini sabrsizlik bilan kutardi. Hazrat Umar imomlikka o'tirganlardan so'ng yovuz maqsadini amalga oshirish uchun qulay fursat yetganini angladi. Amirul Mo'mininga tashlanib ko'kraklariga bir necha bor xanjar sanchdi. Musulmonlarning ham bir nechtasini yarador qildi. Qutulib ketishiga ko'zi yetmagandan so'ng zahar surtgan xanjari bilan o'zini o'ldirdi. Hazrat Umar qotilning musulmonlardan bo'lmay, bir majusi ekanligini bilganlardan so'ng Allohga hamd aytdi. Ulug' sahobiy va davlat arbobi Payg'ambarimiz alayhissalom duo qilganlaridek shahidlik martabasiga erishdi. Bu Zulhijja oyining 4-kuni, hijratning 23-yili sodir bo'ldi. Hazrat Umar 10 yil 6 oy 4 kun davlatni boshqardi. Shahid bo'lganida 63 yoshda edi. Umarul Faruq do'stlari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va Abu Bakrning yonlariga, Oysha onamizning hujrasiga dafn qilindi. Hazrat Umar haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat